Germaniyaning Dachau konsentrasiyon lageri. Bu tarafda mahbuslar yotgan baraklar bor. Mahbuslarni bu yoqqa olib kelib, masalan, yevreylarni shu yerga очередga turg'izishgan, очередga masjidga. Keyin ular shundoq kirganda u mahbuslar vashshe bilmaydi ham nimaga kirayotganini, просто yuvintirishga deyishgan. Mamlakatlarda sochini olishgan, yoq bu yoq qilishgan. Tak dezinfeksionniy kamera mana, dezinfeksionskameran. Mana shu yerda dezinfeksiyalar qilib, kiyimlarini yechib, mana shu yerga olib kelishganda, ular o'ylagan, что biza dushga kiramiz. Dushga kiramiz, cho'milib chiqamiz. Mana shu yerdan kirib, eng oxirgidan chiqish plani bo'lgan. Shu mahbuslarni nimaga nemislar bunaqa degan, tartib saqlash uchun vahima qilib tashab, nima qilib kontrol qilish qiyin bo'ladi. Shuncha minglab mahbuslarni o'tmasga kirishgan, yalang'och. Tak, mana bu Brausebad vanna degan. Shu dush sifat kirishganda, o'tdan kirishganda, bu yog'i to'lgan payti eshikni orqadan yopishgan, qulflab. Bu yoqda eshik ham yopiq bo'lgan. Keyin shu yerda suv tusharmikan deb kutib turgan paytda bu yoqdan mana bu ventilyatsionni teshiklardan gaz, kimyoviy nomi esdan chiqib qoldi. Xullas gaz kirgan, gazni mana shu yerda o'lishgan. Keyin o'lgandan keyin bu yerda sanitarlar ularni olib chiqib, gaz tarqagandan keyin protivogazlarda har ehtimolga qarshi olib chiqib, Tutankamon o'lim kameralari mana shu yerga olib kelib, tak mana shu duxovkalarga tiqishgan, mana shu duxovkalarda yoqishgan, xullas. Yevreylarni davlatga qarshi chiqqan, politika qilgan har xil siyosatchilarni, nogironlarni, qariyalarni, gomoseksualistlarni, lezbiyanlarni hammasini dushmanlardan, mana bu Sovet armiyasi, boshqa kim bo'lsa, mana shu yerga olib kelib, qaynog'igini yuvintirishgan, xullas. Mana shunaqa ekskursiya. Bavariya, Dachau shahari. Den Toten zu den Lebenden zu Mahnung. Haykal, keyin qurilgan haykallar juda qiziqmas. Undan keyin rosa masalan mana bu joylarga bormayman ham, u yerda yevreylar kelib har xil toshlar, bu narsalar qo'yib ketishi ham u urushdan keyin уже 60-70-yillarda bo'lib ketgan. Kelib qurishgan, to'g'rimi, qurishgan. Gapi yo'q, kelib ko'p kelishadi bu yerga yevreylar. Tarix nuqtai nazaridan ko'p ham vaqt o'tmadi. Mana yaqinda mana shu yerda SS kiyimlarida zonderzoldatlar mana shunaqa ishlar qilishgan, xullas. Mana shu yerda yoqib polni Krematoriumsbereich im Sommer 1940. Der Krematorium errichten soll. Das ist Lager zu errichten. Xullas, mana bunaqa narsa bo'lgan. Men bundan qochishni vashshe iloji yo'q. Men hozir ko'ryapman, bu ham yana ozgina nima bo'lgan ko'rinishi, mana bu ozgina buziladi baribir yillar davomida. Mana daraxtlar o'ta zich bo'lgan ekan. Keyin mana bu birinchi to'su
suv, undan keyin mana bu yerda devor, nimasi bilan, zanjirlar bilan, mana bu daraxtlar, keyin mana bu yana simli nima, darvoza, xullas. Keyin mana bunaqa chuqurliklar. Bu yog'iga tushsa ham, tushishga ulgursa ham, xullas, mana bu yerda yana simlar boshlanadi. Tak uzoqda mana bu bashnalarda karavulist qilib turishgan, xullas. Вот konslager. Eng birinchi binoda SS ofitserlari o'sha yerda o'tirishgan, mana bu prikaz kelgan bu yoqqa. Keyin shotlarda nima bor? Poyezd yo'li bor. Poyezddan kelishgan, xullas. O'sha yerdan olib kelib, mana bu kirgizib, распределять qilib xonalariga, keyin mana bu yo'q bo'lib ketgan narsalar уже portlab, nima bo'lib ketgan, yo'q bo'lib ketgan. Bu yoqlarda operatsiyalar qilingan, sochlaridan masalan kiyimlar qilingan, mahbuslarning tishini sug'urilgan, mana bu oltin bo'lsa tishi, tilla tishi bo'lsa. Keyin terisidan sovun qilgan, etik, bu yoq qo'lqop, perchatka, hamma narsa yasashgan odamdan. Keyin tak mana shunaqa, mana bu hali duxovkalardan chiqayotgan tutunlarni mana bu yon atrofdagi mahalladagi odamlar, "O nima qilyapsizlar? Mahalla qayerga qarayapti?" deganda, mana bu kelishgan jalba qilib, "Nima pishiryapsizlar bu yerda?" Bular armiya deb o'ylagan bu yog'i. Bizga vashshi nima hidlar kelyapti, xullas. Degan payt ular yo'q hech narsa, mana bu yoqda nima dezinfeksiya ishlari qilinyapti deb aldashgan, xullas. Mana shunaqa gaplar, xullas, o'rtoqlar.